Hammaga doimgidek salom deyman. Siz Qo'rquv Olam kanalidasiz. Bugungi videomiz hamma bilgan va taxmin qilgan SCP-001 yoki boshqacha qilib aytganda darvoza qo'riqchisi haqida bo'ladi. Demak, yaxshilab o'rnashib oling. Biz boshladik. Avvalambor SCP-001 qanday bo'lishini bilib olsak. SCP-001 ikkita turga bo'linadi. SCP-001A va SCP-001B. SCP-001A prototip deya nomlanadi. SCP-001 esa jamg'arma tomonidan aniqlangan eng birinchi anomaliya bo'lishi taxmin qilinmoqda. Lekin bularning qay biri aniq ma'lumligi aniq emas. Aytmoqchimanki, SCP-001A yoki SCP-001B ikkisidan biri to'qima personaj. Asl haqiqiy SCP-001 birini berkitish uchun harakat qilinmoqda. Bu shuni anglatadiki, SCP-001 juda ham xavfli va mafkurona insoniyatga esa juda katta xavf tug'diradi. Buni faqatgina yuqori darajadagi agentlar bilishi mumkin. SCP-001 darvoza qo'riqchisi uzoq cho'ldagi bir sahroda, aniq lokatsiyani aytish mumkin emas. Ushbu anomaliya ulkan farishtasimon mavjudot, ehtimol o'nlab, balki yuzlab qanotlari bor mavjudot qo'lida katta olovli qilich ushlab turgan. Bavar qilmas darajada tez harakatlanadi, har doim bir joyda turadi. Nazariyalarga ko'ra, u hattoki yorug'likdan ham tez harakatlanishi mumkin. Yuzlab farishta ko'rinishdagi qanotlar. Bu juda qiziq. Uning bo'yi taxminan 1000 metrga yetadi. Endi esa aniq emas. U ulkan darvozani qo'riqlaydi, Eden darvozasini. Yoki boshqacha qilib aytganda, Eden bog'ini qo'riqlovchi farishta sifatida tasvirlanadi. Lekin u haqidagi aniq ma'lumotlar aniq emas. Umuman olganda u haqiqiy bo'lishi ham mumkin emas. Lekin bir narsa aniq, agar SCP jamg'armasi bu darajada katta yolg'on tarqaganda, biz buni bilgan bo'lar edik. Shuning uchun ushbu anomaliya haqiqatga yaqinroq bo'lish ehtimoli ko'p. Uning qo'lida ulkan qilichi bor va u bilan zarur esa u insonni yoki boshqa biron bir tirik mavjudot yoki anomaliyani atomlar darajasida kuydirib tashlash qobiliyatiga ega. Bu esa SCP-001 jamg'armasi tomonidan aniqlangan eng xavfli, noodatiy, g'ayritabiiy va ehtimoliy nazariyalarga ko'ra qudratli anomaliyalardan biri bo'lib chiqish ehtimolligi yuqoriligini ko'rsatadi. Ushbu anomaliyaning yaralish tarixiga nazar solsak, SCP-001 darvoza qo'riqchisi nafaqat jamg'arma tarixidan avval, balki butun insoniyat tarixidan ham avval yaralgan deya taxminlar bor. Lekin bu shunchaki quruq safsata, u o'ta kuchli manipulyator mavjudot bo'lishi ham mumkin. Bularning hech biri aniq emas, chunki SCP-001 darvoza qo'riqchisi jamg'armadan aniq yaralganligi aniq narsa. Bu bo'lgan taqdirda ham bizning bir narsa e'tiborimizni tortadi. SCP-001 ni SCP jamg'armasi asoschisi Aaron Siegel shaxsan o'zi topgan. U uni Kuvaytda, Iroqda yoki ana shu issiq mamlakatlarda bo'lishi mumkin deya taxmin qilgan. Aniq joyi esa berkitiladi, chunki SCP-001 ni qayerdaligini bilish hech kimga mumkin emas, hattoki sizga ham. Uning xavf darajasi esa doimgidek Euclid, ya'ni uning xarakterini oldindan bo'lish imkonsiz. Odatiy holatda u tinch va issiq turadi, lekin uni yoniga yaqinlashgan odam taxminan 1000 metr gradusda u uni shunchaki kuydirib yuboradi. Bunday holat ilk bor shaman bilan bo'lgan deya taxmin qilinadi, lekin bular ham aniq emas. Hammaylar keling, yaxshisi bugungi videoga yakun yasaymiz. Qanday videolar ko'rishni xohlaysiz? Iltimos kommentariyalarda yozib qoldiring. Va mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan holda kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni ham unutmang. Mayli, keyingi videolarda ko'rishguncha umid qilamizki, videolarimiz sizni qoniqtiryapti. Agar video yoqqan bo'lsa, iltimos videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Va yana bir narsani ham unutmang. Keyingi safar olov yoqqaningizda ehtiyot bo'ling. Chunki SCP-001 haqiqat bo'lishi mumkin. Siz qo'rquv olamida bo'ldingiz. Ko'rishguncha xayr. Va iltimos videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videomiz SCP-001 prototip A'ning jangi, ya'ni SCP-001 darvoza qo'riqchisi bilan bo'lib o'tadigan jangi haqida. Va yana bir narsani aytib o'tishingizni, bilib olishingizni xohlagan bo'lardim. Doimo hushyor bo'ling, chunki SCP-001 haqiqiy bo'lishi mumkin.